Ismim Xadicha, yoshim 56 da. Zahabtum, zahabna, zahabun, mazhabun. Oldin o'zim uyda mustaqil arab tili bilan shug'ullanganman. O'zim mustaqil o'rganardim, lekin maxrajlarni chiqarishda qiynalardim. Mudarris akademiyasiga kelgandan keyin mana 2 oydan beri ilm olyapman. Harflarni mustaqil maxrajdan yaxshi chiqara olaman. Mudarris akademiyasini YouTube kanalida ko'rib qoldim va qiziqib ko'rdim. Kelib ustozlar bilan gaplashdim va bular menga maslahat berishdi. Siz fonetikadan boshlashingiz kerak, shunda maxrajlari yaxshi chiqishi sizga yordam beramiz deyishdi. Yoshim katta, o'rgana olmasam kerak deb o'zimda ham ikkilanish bo'lgan, lekin kelganimdan keyin ustozlarning yordami bilan yaxshi o'qiy olyapman, maxrajlarni yaxshi chiqara olyapman. Arab tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga men Mudarris akademiyasini tavsiya qila olaman.